Xo'p, hammaga xayrli kech desam ham bo'ladi. Soat 5 bo'lyapti do'stlar. Xo'p, sizlar bilan yana Layla 23 aviator prognoz kanalida ko'rishib turganimdan bag'oyatda xursandman. Meni kuzatayotgan, meni Telegram kanalimga qo'shilib olgan hurmatli podpischilar, sizlar uchun bir haftadan beri video qo'ymayapman. Bir hafta dam oldim. Aktivlarni ko'rmoqchi edim. Ito aktivlar juda past. Mayli, maksimal darajada pozitsiyga qilasizlar degan umiddaman. Tak, Telegram kanalimni ko'rib turibsizlar, ustiga bossanglar avtomatik o'zi ulanadi. Bu yerda kim qaysi kontorani xohlasa, barcha kontoralarning yangi обновление bo'lgan versiyasi va original APKlar bor. Bundan tashqari o'rtoqlar aviatorga qiziqadiganlar bo'lsa, bemalol signal ham beraman, bemalol menga aloqaga chiqishinglar mumkin. Bugungi Sparibet kontorasiga 10 million depozit qilindi o'rtoqlar va yangi kontoradan ro'yxatdan o'tib, promokod degan joyiga Layla 23 promokodini yozib ro'yxatdan o'tganman. Tak, birinchi o'yinimizni 3:7 dan boshlashga qaror qildim. Yaxshi koeffitsient beradi. 3:7 tilla 7 tushib bersa, ishlar ham tilla bo'lib ketadi. Tak, sizlardan maksimal darajada like, podpisatsiya, komment va menga esa omad. Xo'p, qani ketdik. 909 ming. Tak, 1.818 ming. Yomon emas. Tak, 909 ming yana. Oy, 6 million choq. Nollar tushib berdi. 10 koeffitsient o'rtoqlar. Bunaqa koeffitsiyentdan keyin o'zi menimcha qochirish ham kerakmi deb o'ylayman. Burning xotni ham bir ko'ramizmi? O'rtoqlar, qarochi shu summani 2,5 25 million, bir 30 million yaqin qilsam yetadi. Niyat va omad. Albatta har bitta inson o'yin o'ynayotganda birinchi oldiga niyat bilan maqsadni qo'yib olib, keyin depozit qilib o'ynasa, misol uchun nima desam bo'ladi? Ana shu niyatiga qarab ko'taradi deb pulni xullas kelam. Tak, like, kommentariyani kutib qolaman va sizlardan maksimal darajada o'rtoqlar podдержка qilib turasizlar degan umidim katta. Har bittanglarning kommentinglarni o'qib, javob qaytarishga ham harakat qilaman, bilasizlar. Imkon qadar podдержкani ayamaysizlar degan umiddaman. Tak, cho'ta bizada paka hozircha minus 3 ta yo'lovchiga 1.218 ming berdi, lekin men 555 mingdan tikishga harakat qilaman. Tikaman aniqrog'i. Risk qilaman. 3:7 ga 1.110 ming. Davay, bitta yaxshiroq koeffitsient tushib bersa, o'zi biz boshqa o'yinga ham o'tirardik. Tak, xo'p, 1.110 ming. Davay, yana bitta kattaroq koeffitsient. Tak, noklarga qancha ishladi? 2.220 ming. Cho'tta nimagadir sal koeffitsient berish kam. 400 ming 2x berdi yana. Xo'p, 355 ming. 355 mingdan tikilib bitta yaxshiroq koeffitsient tushib berganda zo'r bo'lardi. Tak, 1.420 ming. Yomon emas. Tak, 455 ming. Davay, bitta 10 koeffitsient, 15 koeffitsient, 3.640 ming. Qarochi yetadi o'rtoqlar. Summani shunaqa aylantirib, chalg'itib tiksanglar, har doim plyuslarga ishlab beradi. Xo'p, boshlanishiga 255 ming. Tak, 204 ming berdi paka. 255 ming 1x, 102 ming. 1 million berdi. Tak, 355 ming. Tak, 455 ming. Har to'rttada 5tada dagon qilib o'ynalish kerak. Davay, bitta katta koeffitsient bersa, oy, yaxshi. Yetadi. Tak, nima o'ynaymiz? Diamond slot ham bitta o'ynab ko'ramizmi? Paka hozircha kostemasini 2x, hatto 3x qilishga harakat qilaman. Ko'rib turibsizlar, videomiz boshlanganiga hali unaqa ko'p bo'lgan yo'q. 355. Imkon qadar 3 million 550 ming. Bittada berib yubordi o'rtoqlar. 10 koeffitsient. 10 koeffitsient. Yana bitta berarmikin? Zo'r berdi qarochi. Cho'ta bugun o'yinlar yomon bermayapti o'rtoqlar. Yaxshi beryapti.
zo'r 710 ming. Davay. 532 ming yomon emas. Iloji boricha maksimalniy darajada podдержка qilasizlar degan umidim bor o'rtoqlar. Yaxshi, chiqamiz. Uje bunaqa g'alabadan keyin qochirishni maslahat beraman, albatta. Tak, Sweet mana shu Games Balance'ni o'ynab ko'rishga harakat qilaman. Orada bir o'ynaganimda yaxshi bergandi bu ham. Ko'rib turibsizlar, video boshlanganiga hali 10 minut bo'lgani yo'q. Ito 2,5x ga ko'tardik summani. Baribir katta summa bilan o'ynagan baribir yaxshi koeffitsient beradi. Shundan ham yaxshiroq bitta summani olsak yaxshi bo'lardi. Lekin buni koeffitsiyenti kam beradi-yu, agar bitta bera olsa yomon bo'ladi. Chiziqlarga yo'q, bunisini emas, qarochi boshqasini o'ynaymiz, yana bittasi bor edi. Chiziqlarga tushib bersa zo'r o'ynab ketardi. Tak, X-Keno. Shu ham koeffitsiyent yaxshi beradi. Yo'q, bu emas ekan, yana bittasi bor edi. Xo'p, qaysi edi? O'ynab ko'rmagan o'yinlarimni o'ynashga harakat qilaman-u, lekin baribir o'ynab ko'rmagan o'yinlarimni iloji bo'lsa o'ynamaslikka ham aslida harakat qilaman, chunki bilmasdan o'ynagan bu summani minusga olib kirib ketishiga sababchi bo'ladi desam ham adashmayman. Tak, 355 dan risk qo'ya qolaman, chunki Texasni juda ham yaxshi ko'raman, bilasizlar o'rtoqlar, juda ham yaxshi koeffitsiyentlarni berib tashlaydi. Ito bersa, bermasa qo'pol qilib aytganda o'sha narsani qiladi. Ko'rib turibsizlar, 1,5 million choq. Bitta agar bonusni ushlab olsak bor o'rtoqlar, bizning pilosimizga normal ishlaydi. Tak, davay. Xo'p, yomon emas. 426 ming. Tak. Qaraylar, mamlaqa qilamiz 455. Summani ozgina aylantirib, summani ozgina chalg'itib, tikib o'ynab ko'rishga harakat qilamiz. Agar bonusini ushlab olsak, shu summadan bormi? Bilasizlarmi, qancha bo'lib ketadi bizning summamiz? 591 ming. Ishla faqat, please. Ishla. Dalshi ishla, please, dalshi. 1820 ming emas. Xo'p, dalshi ishla. Xo'p, ishla. Bitta bonus tushib berganda ham yo'q demasdim bor do'stlar. Bitta bonus tushib berganda ham yo'q demasdim. Tak. 555. Shu 5 larga tikib o'ynaylik, chunki yaxshi beradi. Odatda o'yin holati 5 ko'pincha yaxshi ko'rib o'ynaydi. Bilmayman nimaga, chunki juda ko'p singanman. Bilasizlar, 5 harfini ko'p ishlataman. Qaysi sifr bo'lishidan qat'iy nazar, обязательно 5 ni ko'proq ishlatishga harakat qilaman. Ko'rib turibsizlar, 4,900,000 choq. Qarochi yetadi do'stlar, 21 ga kiramiz. Tak, 30 million qilamiz, shuni shu bilan to'xtatamiz. Xo'p, 29,232,000. 500. Yetadi. Tak, voy, yana bitta g'alaba kerak ekan bizga. 29,732,000 bo'lsa 250. Please, bitta g'alaba qilib ber, bizga yetadi. Voy, yana yetmay qoldi-ya. 29,982,000. 20 ming. Stop olishga majburmiz biz va menimcha уже yutqazamizda. Aniq edi yutqazishim. Aniq edi. Yebak, orqama ketillaydi уже bo'lib ketdi bu yog'i. Davay. Yaxshi, qarochi. Просто так, kayf. Xo'p, qarochi o'rtoqlar, Xpari bet kontorasida o'ynadim va bu kontoramizning yangi обновление bo'lgan versiyasini men sizlarga ko'rsatib o'tdim Telegramimda. Maksimal darajada like, komment ko'paytirasizlar degan umiddaman. 10 million depozit, 30 million, 3x yomon emas. Xo'p, promo kodimiz Layla23 promo kodi. Albatta, ro'yxatdan o'tayotganinglarda sizlar uchun birinchi depozitdan bonusdan tashqari free spinlar ham taqdim etiladi. Shu tozda bitta like, kommentariyingizlar degan umiddaman. Video albatta yoqqan bo'lsa, chiroyli komment yozib ketasizlar. Keyingi videolarda ko'rishguncha omon bo'linglar.